Odam bolasida topiladigan yaxshi sifatlarning eng go'zali omonatdorlik. Odam bolasida topiladigan sifatlarning eng xuniylaridan, habislaridan, qabihlaridan bu xiyonatkorlik. Alloh subhanahu va taolo o'zining anbiyolarini maqtarkan, ularni omonatdor ekanligini, amin ekanligini aytgan. Payg'ambarlar ham o'zlarini qavmlarga tanishtirar ekanlar, aytishgan: "Inni lakum rasulun amin." Albatta men sizlarga ishonchli, amin bo'lgan Allohning elchisiman. Afzalul xalq Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam. U zot hali payg'ambar bo'lmasidan ilgari ham Quraysh orasida As-Sodiq, Al-Amin degan laqab bilan laqablangan. As-Sodiq rostgo'y, hech qachon yolg'on gapirmaydi. Al-Amin ishonchli, hech qachon xiyonat qilmaydi. Omonatdorlik shunday bir sifatki, har qanday ishxonaga bunday sifatli odam kerak. Qo'lingizda ishlayotgan ishchilarning ichida omonatdorini ko'proq qadrlaysiz. Bir odam uxlab qolishi mumkin, kech qolib keladi. Bir xil odam harakati sekinroq, ammo mana shu ikkala sifatidan ustida omonatdorlik degan sifat bo'ladigan bo'lsa, bu aybini yo'q tashlaydi. Yoki aksincha, shustrik bola, zo'r ish qiladi, choqqon, juda tez ishlaydi, ammo xiyonatkor. Omonat shunday bir sifatki, hamma sifatlarda ustida turadi desak adashmaymiz. Quraysh hali payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lmaslaridan avval, mana bilasizlar, siyrat darslarimizda ma'lum, Rasululloh 35 yoshga kirganlarida Quraysh Ka'bani ta'mir qilmoqchi bo'lishdi. Ka'bani devorlarini yiqitishib, qaytadan ana shu 10 dan va 12 ta urug' yig'ilib Ka'bani tikalashni boshlashdi. Hajar al-Aswadni o'rniga kim qo'yadi degan masalada talashib qolishdi. Bir necha kun ixtilof bo'lib turdi, hatto bir-biri bilan urushlikkacha borishadigan bo'ldi. Shunda ularni kelishgan oxirgi kelishuvi bo'ldiki, yechimi mana bu haramni mana bu eshigidan kim kirib kelsa, shuni aytganini qilamiz deyishdi. Mana shu paytda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kirib keldilar. Quraysh as-sodiqul amin radina. As-sodiqul amin kirdimi? Bo'ldi, rozimiz dedi. Ya'ni Quraysh payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning omonatdor ekanligini hali payg'ambar bo'lishdan ilgari ham tan olardilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam har bir ishda siz bilan bizga ibrat bo'lgan zot. Omonatdorligi. Rasululloh Makka da 13 yil qavmini da'vat qildi. 13 yil. Qavm qabul qilmadi. Alloh subhanahu va taolo tomonidan Madina Munawvaraga hijrat qilishlikka amr keldi. Qodir bo'lganki hamma hijrat qilib chiqib ketdi. Rasululloh qoldi sollallohu alayhi vasallam Makkada va ana shu hijratdan to'sib qolingan musulmonlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni Quraysh mushriklari sehrgar, kazzob, jinni, folbin, kohin deb har laqablar bilan tuhmat qilib ayblardilar. Ammo omonat narsalari bo'lsa, ishonchli odam kerak bo'lsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni o'zlariga olib kelib berishardilar. Qarang, gapirayotgan gapi bir gap, qilayotgan ish ikkinchi narsa. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hijrat qiladigan bo'lib, qo'lidagi Qurayshning omonatlarini nima qildi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning omonatdorligini ko'ringki, o'ziga aziyat bergan, u kishini sahobalarni qatl qilgan, 13 yillik dushmanlik qilgan Quraysh mushriklarining omonatlarini hijrat qilayotganlarida Ali ibn Abi Talibga topshirib, mana bu falonchiniki, mana bu falonchiniki, falonchiniki. Ana birodarlar, omonatdorlik. Omonatdorlik bilan xiyonat birodarlar hech qachon teng bo'lmaydi. Valladina hum li amanatihi va ahdihim ra'un. Alloh taolo o'zining mo'min bandalarini maqtar ekan, aytadi. Ular, ya'ni mo'minlar, o'zlariga ishonilgan omonatlarga va o'zgalarga bergan ahd va paymonlariga rioya qiluvchi kishilardir. Va'da berdimi? Bajaradi. Svet o'chib qoluvdi. Biqini morib qoluvdi. Darvozam ochilmay qoluvdi. U seni probleming. Ana shu va'damizda turmay qo'yish odatimizga kirib qolgandan keyin boshqa xalqlardan qolib ketdik. Ha? Mana bu srokka putkizib beraman dedimi nemis? Mashinangizni. O'sha srokka putkizib beradi-chi u. Lekin u realli vaqtda aytadi, 3 kunda bo'ladigan narsani 3 kunda, bo'lib kechgacha qilib qo'yamiz demaydi. Chunki u gapirgan gapiga javob berish kerak edi, o'shuning uchun o'ylab gapiradi. Bo'ldi deb 3 kunda qilib qo'yamiz deydi. Ustalar. Bu mashina ustasi bo'ladimi, elektrik bo'ladimi, oddelka qiladigan bo'ladimi? Juda ham kam aytgan vaqtdagi ishini bajarib beradiganlar. To'g'rimi?
Inechi, o'sha bergan ahdingizda turmasiz. Ahdingizga vafo qilmasiz, omonatni ado qilmasiz, topayotgan pulingizdan baraka ham ketib qoladi. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning omonatdorligi va buni muqobilada yahudlarning xiyonatini ko'ring. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madina Munavvaraga hijrat qilib bordilar. Madinada yashayotgan yahudiylar ham u zotni ko'rgani borishdi. Ana shularni Banu Nazir sayyidlaridan bo'lgan Hayy ibn Axtab o'zining ukasi Yosir ibn Axtab bilan Rasulullohni ko'rgani bordi. Borib kuzatdi va ularning kitoblarida yozilgan hamma alomatlar, yangi keladigan oxirgi payg'ambarning hamma alomatlari Rasulullohda bor ekanligini ko'rishdi. Va uyga qaytib kelishdi. Bu qissani ana shu Hayy ibn Axtabning qizi Sofiya onamiz Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga keyin turmushga chiqqan bu yahudiy ayol aytib beradi. Otamni eng yaxshi ko'rgan farzandi edim. Qachon ko'chadan kirsa, otam yugurib borsam ko'tarib erkalatardi, bag'riga bosar edi. Ammo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelgan kunda otam bilan amakim uyimizga kirib keldi, g'amga kirgan holatda. Borsam qarab ham qo'ymadi menga. Ovora edi shu g'ami bilan. Otam amakimdan so'rayapti. U o'sha odammi? Amakim ha dedi. Tavrotda aytilgan payg'ambar shumi? Amakim ha dedi. Hamma alomatlar to'g'ri kelyaptimi? Amakim ha dedi. Otam so'radi. Nima qilmoqchisan endi? Amakim javob berdi. O'lgunimcha unga dushmanlik qilaman dedi. Payg'ambarligini bilib turib, Tavrotda aytilgan hamma alomatlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga dalolat qilayotganligini ko'rib, bilib turib ham xiyonat qildi. Nimaga xiyonat qildi? Allohga xiyonat qilishdi. O'zlari bilgan ilmga xiyonat qilishdi. Va mana shu haqiqatni odamlarga yetkazishmadi, kufrda qolishdi, o'zini yahudlarni ham kufrda qolishiga sabab bo'lishdi. Omonatdor inson bilan xiyonatkor inson barobar bo'ladimi? Abdulloh ibn Muborak, ulug' tobiinlardan. U kishi aytadi, Shomda ekanman, yozishlik uchun bir odamning qalamini oldimda, esimdan chiqib ketib qoldim. Safarga ketdim. Fors yerlariga yetganda haligi qalam esimga tushdi. Shom bilasizlar, Suriya, Iordaniya, Turkiyani bir qismi. Boringki shu Iordaniyada deylik. Eronga yetib borib turib, qalamni qaytarib berishlik uchun orqaga qaytdi. Ustalar har xil bo'ladi. Har xil bo'ladi ustalar. Mana oddiy temir tesaklaringiz deydi. Oshgan deydi. Olib keting deydi. Dedi, olib ketadi xolos. Yo'q, qololsin desa sizga halol. Indamay olib qolsangiz, metallomga topshirsangiz halol bo'lmaydi. Chevarlar, qiyiqimlar, omonat sizga u. Omonat sizga u. Noto'g'ri o'lchab qiyib qo'yuvdingiz, yetmadi, jinni material yetmay qoldi, yana olib kelib berasiz deysiz. O'zi kim aybi bilan ketdi? Ho, biz topayotgan pulimizda baraka yo'q bo'lsa, faqat o'zimizdan qidiraylik. Bo'lmasam qarang, musulmonmiz. 5 mahal namoz o'qiyapmiz, haromdan tiyilyapmiz, ammo mana shu nozik joylarda siyg'alanib ketyapmiz, birodarlar. Omonatdor odam bilan xiyonatkor odam barobar bo'ladimi? Hech qachon barobar bo'lmaydi. Valladina hum li amanatihi va ahdihim ra'un. Ular o'zlariga ishonilgan omonatlarga va o'zgalarga bergan ahd va paymonlariga rioya qiluvchi kishilar. Savdogarlardan bir hikoya qiladi. Bu ham voqea qissa. Birov menga 100 ming qarz berib turgan edi, dirham. 100 ming dirham. Falon muddatda qaytarib beraman deb oldim. Guvoh ham yo'q, yozib ham bermadim qog'ozga. Muddat kelganda haligi odam qarzingni to'la dedi. Qanaqa qarz dedim. Inkor qildim. Mendan 100 ming olgansan, falon muddatda berishing kerak edi, muddat keldi, men tanamadim. Guvohing bormi? Yo'q. Qo'lingda qog'ozing bormi? Men oldim degan yozib bergan. Yo'q. Tanamadim. To'g'ri gapir ekanligini bilyapman, ammo tondim. Ketdi. Bir qancha vaqt o'tdi, tijoratimdan 500 ming dirham zarar ko'rdim. 500 ming 5 barobar zarar ko'rdim. Shunday bo'lsa ham 100 mingni qaytarib bermadim. Oylar o'tdi, kunlar o'tdi. Baxtsiz hodisaga uchrab 3 ta bolamdan ajraldim. Ayolim bu musibat faqat mazlum kishini qilgan duosi sababli deb bilaman. Omonatga xiyonat qilding dedi. Demak, birodarlar, omonatga xiyonat qilinsa, ahdga vafo qilinmasa, buni dunyoda ham albatta ko'riladigan qo'shtirnoq ichida mukofoti bor, jazosi bor. Amin bilan xoin hech qachon barobar bo'lmaydi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhuning odati edi,
tunda Madina ko'chalarini aylanishlik, xalifa bo'lib turganlarida. Ana shu ko'chalarni aylanib yurar ekan, tunda bir hovlini oldidan o'tayotganda ichkarida, devorning ichkarisida ona qizni gaplashib turganini eshitib qoldi. Onasi aytayapti: "Qizim, bugun sut ozroq bo'lib qoldi-da, ozgina suv qo'shib yubormaylikmi?" Qiz aytdi: "Axir Amirul Mu'minin bunday qilishdan qaytargan-ku." Ona aytdi: "Ha, Amirul Mu'minin qardan ko'rib o'tiribdi." Qiz aytdi: "Amirul Mu'minin ko'rmayotgan bo'lsa, Amirul Mu'mininning Robbisi ko'rib turibdi-yu" dedi. Umar ibn Xattob buni eshitdi-da, shu eshikka bir e'tibor berib, belgi qo'ydi, ketdi. Keyin surishtirdi. Ana shu uyda gapirgan qiz kuyovi yo'q edi. O'g'illaridan Osimga nikohlab berdi va mana shu sut sotadigan ayolning qizidan Umar ibn Abdulaziz tug'ildi. Ana omonatdorlar, birodarlar. Ana omonatdorlik qanday bo'lgan? Kishi dinida yo'qotadigan birinchi narsasi bu omonatdorlik. Namozini yo'qotmas ekan birinchi bo'lib dinida. O'qirar ekan namozni. Ro'zasini tugatib to'xtatib qo'ymas ekan, ro'zasini yo'qotib qo'ymas ekan. Omonatdorlik yo'qolib qolar ekan. Shunday zamonlar keladi degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytilar ekan shu zamonlarda. Falon qishloqda bitta ishonchli odam bormish. Shunaqa zamonlar kelar ekan, shunday deylar ekan, birodarlar. Falon qishloqda falon omonatdor odam bor ekan. Hozirgi kunda ham birodarlar, omonatdorlik bora-bora odamlar orasida ozayib ketyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Addi al-amanata ila man itamanaka va la takhun man khanaka." Senga omonat qo'ygan kishining omonatini ado qil va senga xiyonat qilgan kishiga xiyonat qilma. Unaqa emas, musulmon odamga yarashmas ekan bu narsa. Yutba'ul mu'minu alal khilali kulliha illa al-khiyanata wal kadiba. Eshitdinglar-da. Masalan, injiqmiz, g'iybat qilamiz, namozga yalqovmiz, yana bir ko'zimiz chataq, quloqimiz chataq. Yomon sifatlarimiz albatta bor. Ozmi ko'pi, lekin bor. Rasululloh aytayaptilar: "Mo'min odam har qanday sifat bilan, har qanday yomon sifat bilan sifatlanib qolishi mumkin. Faqat yolg'on bilan xiyonat musulmonning tabiatiga o'tmasligi kerak. Tushunarlimi? Ko'p gapirish, injiqlik chidasa bo'ladi. Faqat nima musulmonning tabiatiga yuqmas ekan? Xiyonat bilan yolg'on. Abu Luboba Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Banu Qurayza bilan bo'lgan g'azotda bu yahudlarni qamal qildilar. Va bir necha kun qamal bo'lganidan keyin ular taslim bo'lishadigan bo'lishdi. Rasululloh ularga aytdilar: "Meni hukmimga rozi bo'lib taslim bo'lasizlar. Xohlaganimni qilaman. Xohlasam avf qilaman, xohlasam qatl qilaman." Xandaq g'azotida qilgan xiyonatlari uchun. Shunda yahudlar o'zlarining ishini bir maslahatlashlik uchun musulmonlarning ichidan Abu Luboba roziyallohu anhuning kelishligini talab qilishdi. Chunki Islom roziyallohu anhuni Banu Qurayza yahudlari bilan bordi-keldisi bor edi. Ularning oldiga Abu Luboba keldi. Abu Luboba ularning oldiga kelganida ular: "Ey Abu Luboba, agar Muhammadga taslim bo'lsak, sallallohu alayhi vasallam, nima qiladi deb o'ylaysan?" deydi. Abu Luboba roziyallohu anhu aytadi: "Sezmay qoldim. Qo'limga shunday kaftimni kekirtagimdan yurgizib qo'ydim" dedi. Ya'ni taslim bo'lsanglar nima bo'ladi? Qatl qilinasizlar. Shunday qildim-u, payg'ambarimizning sirrini sotib qo'yganim, xiyonat qilganligimni tushundim, ortimga qarab ketdim. Rasulullohning sirrini sotib qo'yganligi uchun, xiyonat qilib qo'yganligi uchun Rasul Masjid-i Nabaviyga, Madinaga bordi. O'zini ustunga bog'latib qo'ydi. Rasululloh kelib yechmaguncha men yechilmayman. Men bir asr qatoridaman. Xiyonat qildim Rasulullohga. Alloh taolo oyat nozil qildi. Astagfiru billah. Ya ayyuhallazina amanu la takhunu Alloha var rasul va takhunu amanatikum va antum ta'lamun. Ey mu'minlar, Alloh va uning payg'ambariga xiyonat qilmangiz. Allohga xiyonat qilmanglar, payg'ambarga xiyonat qilmanglar va bilgan holingizda sizlarga ishonib berilgan narsalarga xiyonat qilmangiz. Alloh va payg'ambarga bo'lgan xiyonatga yaqin olib kelinyapti insonlar bir-biriga xiyonat qilishi. Biroq indamanga deb qo'yadi. Bo'ldi deysiz. Qarang, biroq indamang deyishi shart emas. Sizga gapirayotib turib, u yoqqa qarab qo'ydimi? Bo'ldi, omonat shu. Abu Luboba masjidda bog'lanib turibdi. Namozga bo'shatib qo'yishadi.
namozini o'qib yana baylab qo'yishadi. Qozoi hojatga boradi, yana baylab qo'yishadi. Boshqa payt balangan holda turadi. Musulmonlar hech qaysi gaplashmay qo'yishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kechalarning birida Ummu Salama onamizning uyida turar ekanlar, oyat nozil bo'ldi. Abu Lubobani gunohi avf qilinganligi haqida. Astagfirullah va akharuna atarafu bi zunubihim khalatu amalan solihan va akhara sayyi'a asallohu an yatuba alayhim innalloha g'afurur rahim. Yana boshqa bir kishilar borki, Abu Luboba gunohlarini e'tirof qilurlar. Ular yaxshi amalni boshqa yomoniga aralashtirib yuborganlar. Alloh ularning tavbalarini qabul qilsa ajab emas. Albatta Alloh mag'firatli, mehribondir. Abu Lubobaning tavbasi qabul qilindi. Xatosi nima edi? Omonat aytilgan sirga xiyonat qilgan edi. Nima uchun inson xiyonat qiladi? Sabablari ko'p. Asosiylari hasad, mol dunyo, mansabga bo'lgan ta'ma, johillik, kibr. Asosiylari shular. Shu narsadan kelib chiqib inson xiyonat qiladi. Hozirgi kunda birodarlar ko'p odamlarga xiyonatkorlik ustasi faranglikka o'xshab qolgan. Xiyonat qilib, xoinlik qilib, klientni aldab, 1 so'mdoniga 3 so'm olishlikni ustasi faranglik. Ishbilarmon deb qo'yadi. O'zi asli kim edi bu? Xoin edi bu. Xoin edi bu. Aslida bu sifat habislik, ahmoqlik, gunoh va ma'siyat edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Innaha satati alan-nasi sinuna khadda'a." Odamlarning ustiga aldoqchi yillar keladi dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Aldoqchi yillar. Qarang, nima bo'ladi u yillarda? Aldoqchi inson, yolg'onchi inson rostga uyalanib qoladi. Rostgo'y kishi yolg'onchiga chiqariladi. Xoinlar omonatdor bo'lib qolishadi, omonatdorlar esa xiyonatkor bo'lib sanalishadi. To'g'risini aytgan odam yomon bo'lib ketaveradi. Yolg'onchilar rostgo'ylar o'rnida o'tib qoladi, rost gapirganlar kazzoblar o'rnida bo'lib qoladi. Eng katta xiyonatkorlar xalqning mulkiga, xalqning moliga shunday bir xiyonat qila oladiganlar saxovatpesha, omonatdor insonlar bo'lib qoladi. Haliga g'ul degan darsimiz bor. Kim nimaga xiyonat qilib o'g'irlagan bo'lsa musulmonlarning molidan qiyomatda bo'ynida turadi. Payg'ambarimiz aytganlar: kim ot o'g'irlagan bo'lsa, qiyomatda ot bo'ynida kishnab turadi. Kim sigir o'g'irlagan bo'lsa, tuya o'g'irlagan bo'lsa, qo'y o'g'irlagan bo'ynida yopishib turadi. Kim sariq va oqni o'g'irlagan bo'lsa, bo'ynida indamasdan osilib turadi. Haybar g'azotida tushgan g'animalardan bir kishi: "Ya Rasululloh, men mana oyoq kiyimimni bog'ichini oldim kecha o'lja tushganda taqsim qilinmasdan" deganda, "Do'zaxdan 2 ta bog'ich oyog'ingda" deganlardilar. Tushyolarni xom sanayapti bu katta-katta o'g'irlab yeyotganlar. Va nima deb qo'yadi? Bitta nol qo'shib qo'yadi, bitta vergulni may qolib qo'yadi, bo'ldi. 10 ming, 100 ming, 100 ming, 10 mingga aylanib turibdi-da. Bitta oyoq kiyimni bog'ichini olganligi uchun qiyomatda do'zaxdan bo'lgan bog'ich o'ladi desa, bo'ladi ahvoli nima bo'lar ekan? Olim va obidlardan bo'lgan Abu Aqil hikoya qiladi. Hajga bordim. Boy badavlat odam emas edim, ammo borib kelishlikka nafaqam bor edi. Hajda yurar ekanman, qizil ipga baylangan bir to'p marvaratni topib oldim. Juda ham qimmatbaho. Agar shuni o'ziniki qilib olsa, boy badavlat olib ketishi aniq. Ammo egasini qidirdim. Hajda qidirdim, topmadim. Axiri falon joyda bir oqsoqol, bir qariya marvaratim yo'qotib qo'ydim deb istab yuribdi deb menga aytishdi. O'sha oqsoqolni topib bordim, so'radim. Nimangiz yo'qotdingiz? Marvaratimni yo'qotdim. Qanaqa edi sifati? Falon. Mana marvaratingiz dedi. Oldi ketdi. Bu kishi aytadi, o'zim yurtimga ketishlikdan avval Baytul Maqdisni ziyoratiga bordim. Undan qaytib vatanimga ketishlikdan avval Shomga kirdim, Halabdagi bir masjidga xufton namozini o'qigani kirdim. Tun sovuq, tashqariga chiqib yotadigan joyim yo'q, yana pulim ham yo'q, masjidda tunashga qaror qildim. Tong otgach odamlar masjidga kelishib, meni ahli ilm ekanligimni ko'rib tushunishib, bomdod namoziga imomlik qilib berishimni so'rashdi. O'qib berdim. Qavm masjidimizning imomi vafot etgan yaqinda. Shu odamni o'rniga imomlik qilib bermaysizmi dedim. Abu Aqil aytadi, boradigan joyim yo'q, pulim ham yo'q, uyim ham yo'q. Rozi bo'ldim. Bir necha kun ularga imomlik qildim. Qavm ana shu kunlar asnosida
avvalgi imomimiz o'zidan keyin bir qizi yolg'iz qolgan, o'zini uyida turadi. Faqir ham emas. Agar ma'qul kelsa, o'sha qizga uylanib, bizga imomlik qilsangiz. Yana boradigan joyi yo'q, puli yo'q, uyi yo'q. Rozi bo'ldim. U qizga uylandim va uni uyda yashashni boshladim. Kunlarda birida ayolimning qo'lida haligi marvaratni ko'rib qoldim. Bu qayoqdan keldi sizga deb so'radim. Bu meni marvaratim dedi. Men hajda bo'lgan ishni aytib berdim. Bir qariyani topib, qo'liga shu narsasini bergan edim. Ayolim so'zimni eshitib turib, ana shu qariya meni otam edi. Mana bu siz imom bo'lib turgan masjidning imomi edi. Otam duo qilar edi. Sizni ana shu qilgan ishingizni eslab, gapirib turib, omonatdor yigitga duch keldim deb duo qilar edi. Parvardigor, qizimni menga marvaratni qaytarib bergan ana o'sha kishiga o'xshagan omonatdor insonga nikohlagin deb. Otam qayoqdan bilsin, duosini Alloh ijobat qilganligini dedi.